Dadasi, Ha. bitta bez pantoviy savol tug'ildi-da. Hozir shu turishda berishim kerak. Qarang dadasi. Bitta og'ir ahvolli insonga pul juda ham zarur bo'lib turibdi-da. Ammo hech qayerdan topa olmayapti. Lekin bitta odamda u uchun har doim pul bo'ladi. Xo'sh, u kim? Xo'sh, kim ekan o'sha qahramon? Kim bo'lardi? Sizda dadasi. Pul bermasangiz bo'lmaydi. Sirrochna kerak. Xotin, bilasanmi, mana senga shunaqa zarur bo'lib turadi-ku o'sha pul. Lekin bir o'rtog'ingga telefon qilasan, pul so'rab. Lekin unda hech na pul bo'lmaydi. Bilasanmi o'sha do'sting kim? Kim ekan? O'sha qahramon men. Bir so'm pul yo'q xotin. Shunaqami? Menga qarang, hozir siz bittagina pulni menga jalqa qilyapsiz-da. Ertaga men o'lsam, yig'laysizmi ish qilib, xotinim o'ldi deb? Конечно, xotin, arillab yig'layman bori. Sochlarimni yoyib yig'layman. Yerga urib yig'layman. Ha, bitta ko'raylik. Bir yig'lab beringchi. Bo'ldi. Siz ham bitta o'lib bering. Chirillab yig'lab beraman hozir. Dadasi, yumshoqqina, go'shtligina, issiqqina somsangiz kelyaptimi? Конечно, xotin. Somsani tog'orasi bilan olib kelgan, tog'orasini o'zini ham sousga chil botirib, shunday yeb boraman. Qornim hozir itday och. Unda hurmat va ehtirom ila o'rningizdan shartta turing-da. Pastdagi somsaxonadan somsa olib chiqing. Sousi bilan. Sousiga chil botirib yeymiz. Musuresdan chiqmasin. Turing. Ha, sizlar. Har ne kelsa boshingga, tilingdandir tilingdan. Tilingga. Go'shtli-ya? Hozir.